Har tong yo'llar hali gavjum bo'lib ulgurmasidan mehnatga oshiqadigan insonlar bor oramizda. Ularning tinimsiz sa'y-harakati tufayli ko'chalar tartibli, yo'llar esa ozoda. Qo'shtepa tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasasi xodimasi Matluba Turdaliyeva ana shunday fidoyi insonlardan biri. U 15 yildan buyon ushbu sohada faoliyat yuritib, yo'llarning tartibi va obodligini ta'minlashga o'zining fidokorona hissasini qo'shib kelmoqda. Matluba Turdaliyeva o'zining mehnat faoliyati haqida gapirar ekan, bu kasb hayotining ajralmas bo'lagiga aylanganini ta'kidlaydi. Men Turdaliyeva Matlubaxon 15 yildan beri Qo'shtepa tumani yo'llar korxonasida ishlayman. Yo'l nazoratchisi bo'lib ishlayman. Ishimni yaxshi ko'raman, faxrlanaman. Albatta ishimizda qiyinchiliklari ham bor, yengilliklari ham bor. Chunki ishxonamiz bizni mana shu har bayramlarda rag'batlantirib turadi, sanatoriyalarga jo'natishadi. Bundan men ishxonamdan minnatdorman. O'zimni ishimni, sohamni sevaman. Biz mehnatimiz davomida mana shu yo'llarimizni chiroyli, pokiza qilib tutamiz. Ba'zi bir insonlar mana shu unsurlarni tashlab ketishadi. O'sha odamlarning mehnatini qadrlaylar. Biz erta uni shu kechgacha qishni sovug'ida, yozni issig'ida mehnat qilyapmiz. Yomg'irlarda, yo'llarda ozoda tutinglar, yurtimiz chiroyli bo'lib, farovon bo'lib, yo'llarimiz ravon bo'lsin deyman. Oilada men o'zim yolg'iz boquvchiman. Ham erkak, ham ayol bo'lib, o'g'limni oyoqqa qo'ydim. O'g'limni o'qitdim va hozirgi kunda bank ishi bo'yicha endi yonimga kirib qoldi. Allohga shukr. Hamisha shu o'g'limning rohatini ko'rishni so'rayman. Allohdan bunga yetishni o'zi bo'lmadi. Osonlik bilan yetishmadim. Bu uylarda qurib, shu nimaga sharoitga yetguncha ancha mehnat qilishga to'g'ri keldi. To'g'risi pulga zoriqqan kunlarim bo'lganda, endi odamlardan so'raganman. Bermagan. Endi bu kunga yetishim oson bo'lgani yo'q. Hozir yaxshi sharoitim zo'r. Qiynalgan kunlarim bo'ldi, lekin hammasi ortda qoldi. Yo'q. To'g'risi ham. Gapirilmayman.